Hozir yo'q o'sha pul. Bu so'zim qilaman, qilaverma hadeb. O'rtoq, nima bo'pti? Yo'qchilik qiynayapti dedi odam, o'rtoq. Ishlayapsanlarmi? Assalomu alaykum aka. Ishlarimizni mo'yka qilish kerakmidi? Mashinani nech pulga yuvyapsan? Aka, kassamizda 120 ming bo'lyapti. Kallang bormi sani? Qanaqa 120 ming? Bu havoda itam yurdirmaydi-yu, 80 ming beraman. Ya aka, o'zi 80 mingga to'g'ri kelmaydi lekin. O'rtoq, baribir ish yo'q, yuborib qo'ying. Bo'p qoldilaringmi? Odam sovib ketdi-yu. Ha, hozir 5 minut qoldi. Tez qilgin, soqqayna olsan-ku. Ya menga qaragin. Menga gapiryapsanmi? Yo, sizga emas aka. Ya o'zi ham xotinlarga o'xshab 2 soat yuvargansanlar. Mana bu pulingni ol. Kelib turing, aka. Ne unaqa qilding? Bunaqalarni urib to'kib tashlash kerak, o'rtoq. Nima qilasan? Ko'ngliga qarab, arzimagan pul beryapti o'zi. Bunaqalarni to'kib tashlashga o'zimga ham aqlim yetadi, lekin gardanimda bola chaqam bor-da. Bularga chidashga majburman. Bu videoni shunchaki olmadik. Ba'zi bir insonlar gapira olmayotgan gaplarni chiqarib berishga harakat qildik. Videoga maksimal darajada like bosing va tarqatib qo'yish esdan chiqmasin. Rahmat.